Bollivuddagi to'ylar hashamat, kuy-qo'shiq, raqslar va davlat ramzi sanaladi. Ularning ortida qancha odamlarning mehnati, mashaqqatli urinishlar, mashaqqatli rejalashtirishlar yotadi. Ammo mashhur shaxslar orasida to'ylarini imi-jimida, ortiqcha shov-shuvlarsiz o'tkazishni ma'qul ko'radiganlar ham topiladi. Lekin ommaviy axborot vositalari baribir bu marosimlardan albatta xabar topishadi. Chunki mashhurlarning hayotidagi hech bir voqea ularning e'tiboridan chetda qolmaydi. Mana shunday shaxslar orasida Pretti Zinta ham bor. Pretti Zinta va Jin Goodenough. Prettining bo'lajak to'yi haqidagi mish-mishlar bir necha oy davomida tinmagan edi. Ammo aktrisa oxirigacha hamma gap-so'zni rad etdi. Biroq qiziquvchan jurnalistlar baribir Prettining sevgilisi Jin Goodenough yashaydigan Los Anjelesga uchib borib, o'sha yerda turmushga chiqqanidan xabar topib olishdi. Yangilikka o'chlar nigohidan yashirin saqlangan marosim Beverly Hills yaqinida yaqin qarindoshlar va yaxshi do'stlar ishtirokida o'tdi. Keyinchalik albatta Pretti Zinta Jin bilan munosabatlarini yashirishni yoki omma e'tiboridan pinhon tutishni istamadi. Ular hozirda 2 farzandni birga tarbiyalashmoqda. Urmila Matondkar va Mohsin Axtar. Kamgap va kamtar Mohsin dizayner Manish Malhotraning jiyanining to'yida Urmila Matondkar bilan uchrashib qoldi. Ular Mumbayda aktrisaning uyida oila a'zolari va yaqin do'stlar ishtirokida hindcha to'y marosimini o'tkazishdi. Shundan so'ng ularning oilasi haqida hech qanday muhim voqea yoki muhim shov-shuvlar ko'tarilmadi. Urmila Matondkar hozirda ba'zida yangiliklarda chiqib qolyapti va shoularda hakam sifatida ishtirok etyapti. Rani Mukherjee va Aditya Chopra. Rani va Adityaning yaqinligi haqidagi gap-so'zlar bir necha yilgacha to'xtamay muxlislarga sira tinchlik bermadi. Juftlik har doim munosabatlarini sir tutgan. Shu bois ularning nikoh marosimi barcha uchun kutilmagan yangilik bo'lib, faqatgina oila a'zolari ishtirokida o'tkazildi. Rani va Aditya begona ko'zlardan yiroqda Italiyadan nikohdan o'tishdi. Keyinroq Rani bu to'y marosimini ertakmonand deb ta'rifladi. Hozirda ularning bir nafar qizi bor. Jon Abraham va Priya Runchal. Muxlislar Jon va Bipasha Basuning munosabatlari buzilganiga aza tutib yurgan paytda aktyor Priyaga uylanganini ma'lum qilib, hammani hayratga soldi. Er-xotin haligacha to'y tafsilotlarini oshkor etishmaydi. Ko'pchilik muxlislar uning Bipashaga uylanishini istashgan edi va buni kutishgan edi. Lekin Jon ham Bipasha ham boshqa odamni o'ziga umr yo'ldosh sifatida tanladi. Jon Abrahamning to'yi 2014-yilda u AQShda dam olayotganda o'tdi va unda kelin-kuyovning eng yaqinlari qatnashdi. Madhuri Dixit va Shriram Nene. Bollywoodning Dag qizi Madhuri 1999-yilda Denverda yashaydigan doktor Shriram Nenaga turmushga chiqqanini ma'lum qilganda minglab muxlislarning umidlari puchga chiqdi. Axir Madhurining yaxshi ko'radigan muxlislari juda ko'p edi. To'yda faqatgina oila a'zolari va yaqin do'stlar qatnashdi. Shundan so'ng aktrisa Bollywoodni tark etib, AQShga ko'chib o'tdi va 2 o'g'ilning mehribon onasiga aylandi. Bir necha yildan so'ng esa Madhuri yana ekranlarni yondirish uchun Hindistonga qaytdi va qator loyihalarda suratga tushdi. U hozir shoularda ham, filmlarda ham suratga tushib, muxlislarini xursand qilib yuribdi. Twinkle Khanna va Akshay Kumar. Yuraklarni parchalovchi sifatida nom qozongan Akshay Filmfare marosimi suratga olinayotganda Twinkle'ni ko'z ostiga olib qo'ygan edi. U paytda aktyorning muxlisalari juda ko'p edi. Uning ishqiy munosabatlari haqidagi shov-shuvlar esa albatta hamma muxlislarga ma'lum. Juftlik ortiqcha dabdabasiz 50 kishi ishtirokida Sandip Khoslaning uyida dizayner Abujanining liboslarida nikohdan o'tdi. Marosim kichik va kamtarona o'tkazilgan bo'lsa-da, to'yni operator sifatida Amirxon tasvirga tushirgani va boshqalar ovozi bo'lib ketgan edi. Hozirda Twinkle va Akshay Kumarning 2 nafar farzandi, bir o'g'il va bir qizi bor. Ularning munosabatlari ko'pchilikning havasini keltiradi. Shridevi va Boni Kapur. Ziddiyatli nikoh haqida ko'p gapirilgan, lekin ularning
sevgi qissasini bemalol bitta filmga joylash mumkin. Oilali Bonni Shridevini qattiq sevib qolgandi. Shuning uchun uzoq vaqt davomida aktrisani ta'qib qilib yurgan. Oxir-oqibat aktrisa ham taslim bo'lgan. Ular ibodatxonada yashirincha nikohdan o'tishgan. Chunki u paytda Bonni hali birinchi rafiqasi Mona bilan ajrashmagan edi. Ular keyinchalik 2 qiz ko'rishdi. Hozirda ularning 2 nafar qizi ham, Janvi ham, Kushi ham aktrisa sifatida faoliyat olib bormoqda. Afsuski, Shridevi vafot etdi. Dimple Kapadia va Rajesh Khanna. Hali tanilmagan Dimple Kapadia Hindiston kinosining birinchi super yulduzi Rajesh Khannaga turmushga chiqqanda hamma hayratdan yoqasini ushladi. Dimple albatta tanilgan edi, lekin Rajesh Khanna darajasiga yetgunicha ancha bor edi. Dimple Rajeshdan 15 yosh kichik edi. Ilk filmi Bobbi esa ular Juhuda shoshilinch nikohdan o'tishga qaror qilganda chiqdi. Shuning uchun u hali tanilmagan edi, yulduz emasdi deyishga asosimiz bor. Keyinroq er-xotin Mumbayda tantanali tadbir o'tkazishdi va unda Hind kinosining ko'plab yulduzlari ishtirok etdi. Dimple va Rajesh Khanna 2 nafar qiz farzand ko'rishdi. Hozirda Twinkle Akshay Kumarning rafiqasi. Hema Malini va Dharmendra. Hema Malini mamlakatda orzudagi qiz edi. Uni Dream Girl deb yaxshi ko'rishardi. Dharmendra Bollywoodning o'zgacha erkagi edi. Ular Sen go'zalsan, men yoshman, Tum hasi mai javan filmining suratga tushish maydonchasida uchrashib qolishdi. Aktyor Prakash Kaurga uylanganiga va farzandlari bo'lishiga qaramay, Hemaga oshiq bo'lib qoldi. Hema ham unga befarq emasdi albatta. Oilalarining qattiq qarshiligiga qaramay, Hema va Dharmendra 1979-yilda Mumbayda 2 kishi guvohligida sudda turmush qurib, buni jamoatchilikdan sir tutishdi. Ularning munosabatlari, nikohlari haqida juda ko'p mish-mishlar chiqqan va bu haqda biz ham kanalimizda albatta ma'lumotlar berganmiz. Hema va Dharmendra 2 nafar qiz ko'rishdi. Esha Deol aktrisa sifatida faoliyat olib bormoqda. Dharmendra 24-noyabrda shu yili vafot etdi. Sanjay Dutt va Manyata. Riya Pillai bilan ajrashganidan so'ng bir oy o'tib, Sanjay Goada kichkina davrada Manyataga uylandi. Juftlik to'yda jinsi va futbolka kiyib olgandi. Marosimdan so'ng Sanjay xotiniga brilliantli nafis uzuk sovg'a qildi. Ularning hayotiga oid gap-so'zlarga qaramay, juftlik Bollivooddagi kuchli juftliklardan biri bo'lib qolmoqda. Ularning hozirda 2 nafar farzandi bor. Saif Ali Xon va Amrita Singh. Saif hozir Karina Kapurga uylangan bo'lsa-da, o'z vaqtida aktrisa Amrita Singhni qattiq sevib qolgan va bu hodisa barcha nashrlarda shov-shuv bo'lgan edi. Saifning ota-onasi uning Amrita bilan munosabatlarini ma'qullamagan albatta va ularga fotiha berishni istamagandi. Juftlik 1991-yilda qochib ketishga qaror qilgan va bir necha yaqin do'stlari ishtirokida turmush qurgan. Ularning munosabatlari haqida ham kanalimizda yetarlicha ma'lumot berganmiz. Sizchi, yana kimlar haqida mana shunday ma'lumotlarga egasiz? Agar xabardor bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring.